Mening yaxshi do'stim Abdullo ilgari Turkiyaning Istanbulda bir kichik do'kon ochdi. Uning turmushi boy bo'lmasimi, muqom edi. Qandaqla bo'lmasin, Sharqiy Turkiston islom harakatining yolg'on badalari hammani o'zgartdi. Ular Suriyaning Idlab shahrida maktab va kutubxonalarni qurganligini, urushsiz janinat va Uyg'urlarning turalg'i va bexatarligiga va'da berganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu Etiopiya tarafidan sizilgan Abdulla do'konini setib, xizmatidan istifa berib, seg'inish bilan to'lgan noma'lum safarga atlandi. Faqat tafsiliy tuzatda tushib qoldi. Aldamchilik yo'li. Abdullaning safari Istanbulda boshlanib, Ankara, Adana, Gaziantep, Xataydan o'tib, oxirida Suriyaga yetib keldi. Bu yo'l qaramoqqa yaxshi planlangandek qilatdi. Ammo u amaliyatda belgilangan qiltaq edi. Yo'lga chiqishdan burun ular Abdullaning naqd pul va narsa keraklarini tutib, qatnash qiyinchiligini o'ttirg'a qo'yib, kelgandan keyin qaytirishga va'da bergan. U aldamchilik ekanligini bilmayla, o'zining tejab qolgan pulini topshirib berishni umid qildi.